Bizada yana BYD mashinasi. Mashinamiz Champion gibrid model. Mashinamizni motorlarini obnovleniya qilib beramiz. Yangi versiyaga obnovleniya qilib, YouTube navigator hamma funksiyalarni ishlatib beramiz. Mashina ofitsialniy, sim kartalarni ham ustanovka qilib beramiz va ограничениyalarni yechib beramiz. Bularda ограничение bo'ladi, ya'ni qanchadir megabayt ishlatilgandan keyin YouTube'lar ishlamay qoladi, YouTube navigatorlar. Shu narsani ограничениyadan yechib ishlaydigan, stabil ishlaydigan qilib beramiz. Mashinamiz bizga Buxoro shahardan kelgan. Ko'pchilik bizga aytadi, Buxoro shahardan degan gapimizga qanaydir shubha bilan qaraydi. Qanaydir Buxoro shaharining o'ziga ham ustalar bor-ku. Yo'q, bizning ishimiz sifatli, ishimiz har bitta mashinaga chuqur yondashamiz. Shu sababli klientlarimiz, mijozlarimiz bor. Buxoro shahardan, boshqa tumanlardan, Instagram, YouTube orqali ko'rib keladiganlar bizga ko'proq. Shu sababli har bitta ishimizga e'tibor qilamiz va chiroyli, sifatli qilib beramiz. Mijozlarimiz ham shunga yarasha bizani qidirib kelishadi. Azizlar, sog' bo'lasizlar. Elektromobil mana shunaqa obnovleniya qilish kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Xitoy mashinalar, Haval, Chery, BYD, Leap Motors, Dongfeng hammasiga bor. Ustanovka, YouTube, navigatsiya, xullas sim karta ustanovka hammasini qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.